Yosh o'tgan sari odamda seziladigan o'zgarishlar. Oxirida albatta yozib qo'ying, qaysi birini o'zingizda sezdingiz. Birinchi sezadigan narsangiz bu atrofingizdagi odamlarni o'lishni boshlaganini sezish. Ya'ni oldin kichkinaligimizda qanaqadir janoza haqida eshitsak unchalik e'tibor bermagan bo'lsak, hozir o'tib qolgan odamlar qanaqadir tanishingiz, oldin bilgan odamlaringiz, balki birga o'sgan qanaqangidir do'stlaringiz bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, kam tush ko'rishni boshlash yoki umuman ko'rmaslik. O'zi odamni nimasi fiziologiyasi shunaqaki, odam agar judayam charchab ishdan kelgan bo'lsa, uxlab qolgan bo'lsa, u tush ko'rish ehtimoli kam bo'ladi. O'shaning uchun ham yoshi katta odamlar kam tush ko'rishadi yoki umuman ko'rishmaydi. Menga oldin ko'plar aytadi, men umuman tush ko'rmayman desa, men hayron qolardim. Qanaqa tush ko'rmaslik mumkin? Yoki bo'lmasam o'zingizni eslab ko'ring, kichkinaligingizda, bolaligingizda kerak bo'lsa, bir marta uxlashda 4 ta, 5 tagacha tushlar ko'rardingiz. Tushni charchamaydigan, o'zini yaxshi his qiladigan odamlar ko'rishi mumkin. Albatta yosh o'tgan sari o'sha mana bu ishlar bilan bo'lib, chalg'ib, charchab, buni ehtimoli albatta kamayadi. Uchinchisi, vaqt tez o'tayotganini sezishni boshlaysiz. Albatta vaqt bu tushunish kerakki, o'zi bir xil maromda ketadi. Faqat shu odamlarga har safar, har xil holatlarda har xil o'tayotgandek tuyulishni boshlaydi. Odamning yoshi o'tyapti, ishi ko'payapti, doim band va mana shu natijasida vaqt qanchalik o'tayotganini sezmasdan unga doim o'sha tez o'tib ketayotgandek bo'linadi. Agar sizda o'zingizga bo'lgan ishonchda muammolar bo'lsa, profilimdagi yopishtirib qo'yilgan videolarni tomosha qiling.